karvonda ikkita yigit ishlaydi. Bittasini ismi Ali, bittasini ismi Vali bo'ladi. Alining oyligi 100 tanga badoyiga, Valining oyligi 10 tanga badoyiga. Keyin Vali keladi, rahbarga qarab aytadi: "Men meni oyligim 10 tanga, Aliniki 100 tanga, biz bir xil ishlaymiz" deydi. Tajribamiz ham bir xil deydi, yoshimiz ham bir xil deydi. Nimaga deydi? "Bo'pti" deydi. "U endi karvon ketayotgan ko'rasanmi" deydi. Rahbar. "Ha" desa, "Borib so'rab kel, nima olib ketgan ekan" deydi. "Xo'p" deydi, boradi-da qaytib keladi. "Nima olib ketgan ekan" desa, "Shola" deydi. "Bo'ldi, rahmat" deydi. Endi Alini chaqiradi. "Ali" deydi, "Bu endi karvon turib ko'rdingmi? Ha, borib so'rab kel, nima olib ketyapti" deydi. Boradi, so'raydi, keyin qaytib keladi. "Nima olib ketgan ekan" desa, "Shola" deydi. Ular 1 yilda 2 marta qatnashar ekan. Hozir ularda 8 ta tuya teng mahsuloti bor ekan, shol bor ekan. Bizda hozir xurmo bor. Men hozir yapashdim, 4 ta tuyaga barter qilsak bo'lar ekan. Ay barter qilsak biz bu yoqqa sholg'a boramiz, ular bu yoqqa xurmo olib ketadi. Har yil 2 marta savdo qilsak bo'lar ekan deb yapashib keladi. Keyin aytadi: "Men senga 100 tanga, men senga 10 tanga" deydi. "Vali ko'rdingmi?" Sen ko'rdim deydi. Sotuvchilik qobiliyati borib, har qanday vaziyatda foyda bilan keladigan odam dedi.